Men tirnoqqa zormasman, tushundingmi? Ikkita qizni paqratib to'qib tashlading. Uchinchisi o'g'il bo'ladi deb o'yladim. Bitta o'g'ilni tug'a olmaydigan qanaqa xotinsan? Xullas, mana eshit. Eringni rozi qilmoqchimisan? Unda Xosman bilan borib, bolani oldirasan. Bo'lmasam javobingni olginda, hoziroq yo'qol. Aka, siz 1 minutga mumkinmi? Ha, mayli. Yur. Aka, hayotingizga aralashish niyatim yo'q-ku, lekin noto'g'ri ish qilyapsiz. Gapni ko'paytirmasdan tezroq gapir. Birinchidan aka, Xudo hammaga ham qiz farzand beravermaydi. Ikkinchidan esa aka, farzandni qiz yoki o'g'il bo'lishi sizga emas, Xudoga bog'liq. Menga qarab aqlli. Senga mazada, men dardimni qaydan bilarding? Ishimga aralashma, tushundingmi? Tezroq bo'lay. Allo. Ha, ona? Men kirammas boshqa qiz. Ana hozir chiqarib oldiryapti. Bo'pti. Nima bo'ldi? Qutuldingmi boladan? Qotil. O'g'lim qotilisiz. Ha, o'g'lim qotilisiz. Sizga aytgandim. Axir o'shanda doktorlar qiz degandi-ku. Nahotki o'z o'g'limni qotiliga aylangan bo'lsam, nima qilib qo'ydim?